Kelinglar do'stlar, mana shu oila yilida mana shu hammamiz oilamiz bor o'tiribmiz. Hech qachon shunaqangi bir nima deydi? Janjal, g'urbatlar, har xil bahonalar bo'lmasin. Sizlarga oilaviy totuvlik tilayman. Rahmat. Bu tomondaylar eshitilyaptimi ovozim? Sizlarning kulgularing ham menga eshitilmayapti. 0-0. Sizlar ham kulmanglar, men ham sizlarga gapirmayman, xo'pmi? Ha, bu tomondaylar ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Sizlarniki ham menga yaxshi eshitilyapti. Rosa hujurlashyapti nima balolarda. Kulish yo'q. Nima deyapsizlar? Kim qaqa o'rgan qaysi bir roddomda o'shani gapiryapsizlarmi? Yes, o'g'il tuqsinlaymi, o'g'il ko'paysin. Endi mana gul olib kelyapti. Voy, mencha chiroyli gul ekan bu. Qizchani o'zi ham chiroyli ekan. Katta bo'lsin, baxtli bo'lsin, chet ellarda o'qib kelsin, zo'r qiz bo'lsin. Rahmat. Gul olib kelgan qizga qarshi chop qo'yinglar. Gul olib kelmaganlarga ham rahmat. Olib kelmaganlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar. Qishda qor so'ramadigani shu bo'lsa kerak. Endi orqadaylar. Ular vobshe meni tanimayapti. Uzoqda kimdir gapiryapti, qo'yib. Xullas, orqadaylar ham sog' bo'linglar. Mana shu Qo'qon teatrida juda ko'p konsertlar qo'yganmiz. Eslaringda bo'lsa, agar kelgan bo'lsanglar, juda faizlik gastrollar qilganmiz. Mana yana Xudo nasib qilib Qo'qon keldik. Qo'qonda bizni ustozlarimiz yashab, ijod qilib yurgan bir ajoyib bir joy. San'atning o'chog'i, san'atni, haqiqiy san'atni paydo bo'lgan joyi, teatr san'ati, qiziqchilik san'ati va boshqa san'atlar paydo bo'lgan joy bu Qo'qon shahri. Masalan, mashhur ustozimiz, joylari jannatda bo'lsin, Xudo rahmat qilsin. Butun hammamizga ustoz bo'ladi Muhiddin Darvishev. Muhiddin akani arvohlari shod bo'lsin. Bitta qarshi chop qo'yinglar. Qarshi chaganlar menga kiringlar. Rahmat. Bir necha yil askiya qilib yurgan, o'sha Muhiddin akam bilan askiya qilib yurgan hamnafaslari Yo'ldoshxon aka sog' bo'lsinlar, tiriklar, qarshi chop qo'yinglar, menga kirsinlar. Qo'qon teatrining asoschilari birinchi bo'lib doira cholib, xalqqa qo'shiq aytib, xalqqa tanilib, minglab shogirdlar yetishtirgan opaga ham bitta qarshi chop qo'yinglar. Rahima Mirzahidova. Tirik tarix, tirik ensiklopediya. Bu inson butun tarixni biladi, Qo'qondagi san'atkorlarni. Endi men aytmoqchi bo'manki, san'atkorlarimiz bor bo'lsin, ko'payaversin, qo'shiqchilarimiz ham ko'payaversin, askarchilar ham chiqaversin, xalqimiz ham ko'payib boryapti-da. Yana bitta narsa. Endi bu yerda ko'proq yoshlar, mana bitta bolalarni ko'rib o'tiribmiz, 21-asr bolalari bular. Ba'zan har xil savollar berganda farzandlaringiz hayron bo'lmang. Bitta savol berib, "Dada, dialog degani nima degani? Aytib bering, juda ko'p eshityapman." Dialog nima o'zi bu desa, bolam debdi, dialog bu ikkita insonning suhbati. Masalan, ko'chada, uyda, to'yxonada, sahnada ikkita aktyor suhbatlashib turgan bo'lsa, o'sha suhbatni biz dialog deymiz. Tushundingmi desa, "Ha, endi tushundim." Demak, siz bilan oyim uyda o'tirib gaplashib o'tirasizlar-ku, o'sha suhbatni ham biz dialog deymizmi desa, "Yo'q, bolam bu monolog deyiladirmish." Ota-onalar majlisi bo'lib qolsa-chi, maktabga borishga vaqtimiz yo'q, ayniqsa erkaklardan. Nuqul ayollar borarmish. Men o'zim ham bormaganman maktabga. Nuqul ayollar borarmish. Bir kuni er ishdan kelsa, "Dadasi yechinmang" debdi. "Ha, tinchlikmi?" desa, "Yechinmang" debdi. "Yechinganim yo'q." "Yechinmang, yechinganim yo'q, ha? Tinchlikmi?" desa, "Qayting orqaga" debdi. "Ha" desa, "Maktabga boring. Bugun ota-onalar majlisi bor ekan, faqat erkaklar yig'larmish" desa, "Yuragim yorib yording, nima gap ekan deb o'ylabman." Xotin o'zing borib kel qol desa, "Dadasi, bugun faqat erkaklar borar ekan. Men umrimni maktabga bormaganman" desa, "Bugun borasiz. Borishingiz shart" desa, "Obbo, qo'ymading. Borsam boray, qani maktabi qanaqa ekan? Ota-onalar majlisini hech ko'rmaganman, bir ko'rib eshitib kelay" deb yana qaytib chiqib ketdi maktabga. Ota-onalar majlisi tugasa ham kelmasinmish,
qorong'i tushsa ham yo'g'immish, soat 11 bo'lsa ham kelmasinmish, soat 12 da kirib kelib, xotinni so'kyapti deymish. Nomard xotin, ota-onalar majlisiga boring. Ota-onalar majlisiga bormagansizda meni chiqarib yording. O'g'limizni qaysi maktabda o'qishini aytmabsan menga dirbish. 21-asr kelyapti. Biz hali farzandlarimizni qaysi maktabda o'qishini, kim o'qitishini bilmaymiz. Biz esa ba'zan ko'krak ko'rib maqtanishga zo'rmiz. Biz ota-onalarimiz deb qo'yamiz.